Assalomu alaykum aziz efekt kuzatuvchilari. Bugungi kunimizda o'zimizning mahallaviy fermaga Abes ko'chadagi Bahrom akamning fermalariga keldik. 1 tonna sut yo'nalishi, 1 tonna bordoqli yo'nalishiga. Yemlar vaqti dahshat bo'tdilar, akamizlardan rahmat olamiz. Kanallarni yoqdingizmi? Hamma oqlaringiz ekan yomon o'zgarib ketibdi, bora. Rangi ochilibdi. Ha. Mana semental galishting. Mana hamla xohlasa mana videosini olib ketyapman. Примерно yana 10-15 kunlardami, 1 oylardami yana bir videoga qo'yaman. Vaqti dahshat o'zgarib ketibdi masala. O'sha bir kelganimda videoga ola olmadim-da. Ancha oldindan bir kelgan edim. Yem rezultati bo'yicha endi yana bir kelganda videoga olib anaqa qilamiz, gruppaga qo'yiladi deb. Mana bo'yini anaqalarni ko'rib olaylik. O'zi yaxshi o'zgaradigan bola ekan, aka bular. Vaqti kichkina edi, aka, mana bor-ku. Ha, sigirli 70 tadan 115 taga chiqdi dedingiz-a? Nechta sigir bor, aka? 5 ta sog'in sigir 75 dan 115 ga chiqdi. 5 ta sog'in sigirdan 70 litrdan 115 litrga. Shunda har biriga 5 ta 45 ta qo'shayotgan bo'lsa 9 litrdan aylanayotgan, yana har biriga qo'shgan. Yem qancha berasiz, примерно? Yem 3 kilodan 2 mahal 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo yem. Silos yana nima berasiz, aka? Bug'doyni pishirib beramiz. Atalar. Atalar. Atalar, silos и ertalab 3 kilo. Azefet yemi kechqurun 3 kilo. Kulli normasi 6 kilo berishayotgan ekan. Общий, mana buni yaxshi chiroyli ko'rsatmasin aka. Общий 9 litr qo'shibdi har biri. Xudo xolasa yemga garantiya qo'shishiga. Sraz tushyapti. Bir kun berilmasa sraz tushib ketadi deysan. Shunaqa aka. Mas ko'rsatmasin, ancha chiroyli demaslar. Ma'mula vaqti gigant bo'lib ketibdi mana masala. Va Xudo xolasa shu videoni qo'yayapman. Yana ozginadan kelgan bir 15-20 kunlardan keyin yana bitta rezultatini olib ketaman kelib. Bugun yukka o'zim olib keldim. Dastlabki mashinalar olib kelishmadi, bo'sh emasligini edi. O'shanga yukka o'zim olib keldim fermaligiga. O'tirib boshqa degandek. Assalomu alaykum aziz efekt kuzatuvchilari. Bugungi kunimiz yana shu Bahrom aka fermalariga keldi. Oldingi safar yorug'roqda olmabsiz dedilar, endi yorug'roqda keldik. Sut yo'nalishi va bordoqli yo'nalish. Bu qalam tashlamoqchilar rezultatlari. 3-aprelda yuk kelgan edi. 3-aprel, bugun 30-aprel. Bu qalam vesi o'zgarish. Ancha yaxshi xudo xolasa. Agar taroz bo'lganda yana ham zo'r bo'lar. Taroz ko'pchilikdan tarozli anaqasini ham so'rayman. Bu tarafda shu kichkina buzoqlar bilan o'sha ancha kattalashib. Voy, mana ancha o'zgarib ketibdi. Gigant bo'lib ketibdi. Aka bo'yiga ozgina o'sibdi hammalaringiz. Uyutib beraverasiz buni, yo shundoq quruq o'zini berasiz. Solishingiz bilan har qatlam marotda sergan aka aytganingiz. Hozir buni tortdingizmi aka?
tortdingizmi buni? Yemmi tortib oldingizmi? Ha, tortdim. To'rttaga 2,5 kilodan. Sigirlar 70 litr beryapti. Mana shu yem yemasdan oldin. Oldingi safar kelganimda 115 ta deyishdi, hozir 120 tadan oshib. Aka, hozir kunda necha litr sut beryapti примерно? Mana yem berilish jarayoni. Men taqillatadigan olib ketganlarda shunday so'sga yalab tashlaydi o'tizlar. Faqat shunaqa ekan. Cheledi, tortib olib kelib, chamalab solib beryaptilar. Aka, har biriga necha kilodan berasiz? Hozir 2,5 kilodan. 2,5 kilodan har biriga bitta berilish. Anaqasi vesi примерно necha? Chamasi ham bilamizsiz. Lekin aka, mashinasi oshi dahshat o'zgardi. O'rtadagi bor. O'zingiz bilasizku, ko'rgansiz. Ya videolari ham bor, aka, hozir shuni qo'yamiz endi montaj qilib. Mamlaringizdan oshiga yetib. Hozir safar klient aytishdi, yorug' olyapsiz dedi. O'shanga yorug' olib keldim, aka. Ya ma'nomi, aka. Hammasi o'sha paytda buzoqlarimiz o'zgarmadi, ana boshqa partiya olib kirmaydi-siz. Bitta bu yoni ham qo'ying, aka. O'sha kichkina buzoqlar masala. O'sha paytda haqiqatda yorug'da kesam bo'lar. Men kechqurun ham jazo ko'raman, lekin ancha kichkina edi, deb o'ylaringiz, aka. Böyle yem kutyapti, yem berishlarini bo'lasizlar taqillab istaysiz, hammasi bitta joyga saqlanib oladi, yem keladigan payt. Ko'kkalar ham shu yemdan urib olyapti, insonikidan. Xudo xolasa yemni sifatiga ham, anaqasiga ham garantiya, effekt berishiga ham sifatiga ham, u bizda tufta narsalar yo'q, xudo xolasa yem ichida. Hamma narsa kuchli narsalar solingan, soya shirot, kunjara shirot, pista shirot, jo'xori, bug'doy, arpa, kepe, yog', kalsiy, oqsil, tuz, premix. Masalan 3-aprelda olingan mana shu buzoqlar. 3-apreldagi videoni ham men qo'yib beraman. 3-aprelda bir okey tuzilamasini kunduz olmayapsiz-da, okey deb. Kechasi shu qoladi kichkina buzoq edi. Men hozir o'sha qancha rezultat bo'lganini o'shancha videoga olaman. Примерно farqini ko'rasiz, natijasini. 27 kunlik farqi. 3-aprelda olingan, hozir 30-aprel. Endi hammani berilish anaqasi har xil. Ko'pchilik yutib bersa, ko'pchilik quruq o'zini ham berishadi, quruq o'zini ham yeydi. Ana mana o'sha taqillasizlar.